Hali kuni bir joyda o'tirdik, Qur'onning mo'jizasini ko'rgan inson aytyapti. 2000-yil ham aeroportda bir samolyot quladi, Termizdan kelayotgan samolyot nechinchi-yil ham quladi. Men eslolmay qoldim. Odamlar yonib ketgan, remen taqqan, joyida qotib qolgan, issiqning haroratidan odamlarning tishi erib ketganini ko'rdim deyapti. Tish erib, hali jivochkaga o'xshab osilib qotib qolgan. Birorta odam so'z chiqmagan. Samolyotning roli eng qattiq metaldan qilinar ekan. O'sha ham issiqdan bukilib ketgan deyapti. Qor aka, men o'z ko'zim bilan ko'rganim, Qur'oni Karim benzinning ichida yotibdi, but-butun deyapti. Benzinning ichida, suv ichida emas, benzinning ichida yotdi, but-butun mana shuncha kuymagan deyapti. Xohlang ishoning, xohlang ishonmang. Allohning va'dasi haq. Biz Qur'oni Karimni nozil qildikmi, uni muhofazasini o'zimiz qilamiz deyapti Xudo. Saqlaguvchi. Mana birodarlar, Qur'on o'qisak, Qur'onni qalbimizga joy qilsak, qabrda ham chirimaymiz. Agar biz Qur'onga oshno bo'lsak, Qur'onga muhabbatli bo'lsak, ahli Qur'onlarga muhabbatimiz bo'lsa, ularni e'zozlasak, Qur'onni hurmatidan, Parvardigor sizga bergan Qur'onni menga ham, meni farzandlarimga ham bersin. Boringizga shukr qor aka desak, Qur'on hurmatidan jasadimiz ham qabrda chirimaydi. To qiyomatgacha butun yotamiz birodarlar. Qur'onni unaqa arzimas narsa deb o'ylamaylik. Qur'onga behurmatlik qilgan inson kim bo'lishidan qat'iy nazar dunyoni o'zida jazosini ko'rmasdan, la'natga qolmasdan qolmaydi. Qur'onni e'zozlashimiz kerak, Qur'on o'qiganni e'zozlashimiz kerak. Vaqtiki ularga Qur'oni Karim tilovat qilinsa, iymonlari ziyoda bo'ladigan bandalarim bor deydi. Mana shunday insonlar bundan haqiqiy bahra oladi. Hammanglar Qur'onga oshno insonsiz, Qur'onga muhabbatlik insonsiz. Qur'onni hurmat qilgan, Qur'onni hurmat qiladigan insonlarni farzandisizlar. Hammanglar qalbingizda qaniydi o'g'lim qori bo'lsa, qaniydi navaram qori bo'lsa degan insonsizlar. Inshaalloh shu niyatda sobit tursak, Xudoy taolo osonlik bilan farzandlarimizni qori qilib qo'yadi. Bu Qur'on seni foydangga ham yoki zararingga ham hujjat bo'lishligi mumkin deganlar.